Ko'ylagi manga katta turgan bo'lsa ham yarashib turibdi. Nima deysizlar? Hurmatli obunachilarimiz, keyingina skromniy variantda pompololarimiz uchun juda ham ajoyibgina modelda ko'ylakni olib keldik. Ishoninglar, bu ko'ylakni ulgurib ola olmasanglar, aniq armonda qolasizlar. Qulaygina variantda ko'rsanglar bo'ladi. Oddiy emas, bachkana emas, juda ham ajoyib turadi. Kiyganda ham matosini etmaysizlarmi? Voy dode, shunaqangi zo'r, shunaqangi yumshoq, Leon variantdagi shunaqangi Indiya ko'ylak faqatgina sizlarga ko'rsanglar cho'nchiklari ham bor modelimizda teglari kengina ishlangan. Ko'rsanglar qo'sh etikli fasonda, oldilari esa tugmacha fasonda kiyib yetishligiga qulaygina bo'lishi uchun. Endi men boshqa rasvetkalarni ko'rsatib o'taman. Ko'rsanglar shunaqangi malina garohli variantidan ham olib kelganmiz. Oldi qismlarini qaranglar, qanaqangi chiroyli variantda, lekin yengilligiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Umuman ichili ham ko'rinib qolmaydi. Issiq kelayotgan jazirama kunlarda ham faqat maza qilib kiyasizlar. Albatta ko'rsanglar igniga kiyib olgan rasvetkasi, mana buni ham ko'rsatib o'taman. Yoqalari ham stolka yoqa, bel qismigacha ham tugmacha fasonda ko'rasizlar. Albatta bu modeldan ham olib kelganmiz. Mana bu modelni ham qaranglar. Keng, o'zi kattagina, bularning razmerlari o'zi ko'rsanglar standart tarzida chiqqan, lekin 56, 58, 60, 62 razmerligi ham bemalol to'g'ri kiyaveradi. Fason juda ham chiroyli modelda. Endi ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa modelimizni ham o'tgan safar kelishi bilan juda ham tez tugagan edi. Ko'pchilikka bittada yoqqan kaprizni kiyimlarimizdan ham shundoq ko'ynini olib olgan ko'ynagimizda oldin ko'rsanglar shunaqangi zamokli modelda, shunaqa chiroyli ishlangan yoqali modelda qaranglar, qanaqangi chiroyli turadi. Juda ham ajoyibgina modellarimiz. Bularni fasonlarini ko'rasizlar, juda ham zo'r modelda ishlangan. Narxlari bo'yicha bemalol pastdagi raqamga murojaat qilsanglar bo'ladi, chunki har xil narx bo'lgani uchun bitta minimal narx ayta olmayman, chunki ko'pchilik mana bu yerda tushunmovchilik bo'lib qolishi mumkin. Albatta bu modelimizni ham ko'rsatib o'taman. Qaranglar, qanaqangi tek qismlari ham kengina ishlangan. Juda ham ajoyib, zo'r yengilliklarimizni faqat bizdan topsanglar bo'ladi. Magazinlarimizda ertalab 9 dan kechki 23:00 gacha har kuni sizlarning xizmatingizda. Zakazlar bo'yicha, lokatsiyalar bo'yicha tegishli raqam qoldirganmiz. Hamma yon magazinda kutib qolamiz. Kevarasizlar.